motoboltni zavod qilishni o'rganamiz. Qarang, keling. Mana patsos, birinchi hozir uyga bordi sovuq motorga. Mana bu patsosni bu yoqqa tortasiz. 1-2 marta tortganingizdan keyin o'zi tiq 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 bo'lib zavod bo'ladi. Mana qarang. Tasavvur qiling, 1-2 marta torting, mana 3-ta tortyapti. Zavod bo'ldi, ko'ryapsizmi? Mana bu gaz. Gazni ozgina qo'shib qo'yib zavod qilasiz. Bu zavod bo'ldi. Endi haydalishi. Mana bu nufta bosamiz. Birinchi skorost. Oldinga yuramiz. Ko'ryapsizmi? Mana bu zadniy. Buni bosamiz, buni qo'yveramiz. Sekin. Mana. Endi qarang. Ikkinchi skorost. Tez. Ikkinchi skorost. Mana birinchi skorostga ketdi. Ha. Bu qo'lni qotirib olamiz hozir. Ana. Birinchi skorostga ketyapsizmi? Sekinlik qilyaptimi? Skorost toshlayapsiz, to'xtaysiz. Yurib ketaveradi. Ana. Buni bosasiz orqaga. Agarcha yuryapsizki mana uchaman endi desangiz buni bosasiz, bunday qo'shaverasiz. Mana shu ishlar. Klientlarga faqatgina ishlatishimiz 3 ta o'rgatib o'raveramiz.